Men internetda ham o'qigandim. Germaniyadagi shaharlar orasida Frankfurtda bolalar bog'chasi muammosi bor deb aytishadi ko'pincha. Sir bo'lmasa bu rostmi? Bor. Bolangiz tug'ilishidan oldin plan qilishingiz kerak. Qo'yish. Frankfurtda yaxshi tarafi, masalan, bog'chalar tekin. Frankfurtni shaharning ichida, agar Frankfurt shahar o'zingiz ham shu yerda registratsiya qilib yashasangiz, bog'cha tekin. Faqatgina o'sha ovqatiga, boshqa narsasiga berasiz, lekin boshqa bundeslandlarda bilaman, pullik to'lashingiz kerak. Masalan, men yashaydigan shaharda qizim uchun bog'chaga borgan paytida oyida 420 euro to'lardik. O'sha ovqatlari bilan qo'shib hisoblaganda. 1 yoshda bolangizni bersangiz, 2 yoshigacha bo'lganda pul to'laysiz oyiga. Biz ham почти 600 euroga yaqin pul to'lagan. Lekin 2 yoshidan boshlab o'sha davlat o'ziga qaramog'iga oladi. Faqatgina o'sha ovqati agar pampersda kerak bo'lsa, o'sha pamperslariga pul to'laysiz. U ham где-то 140 euroga chiqib qoladi. O'zi bola masalasi Germaniyada ham ko'pchilik aytadi, bolalarni yaxshi ko'rishmaydi yoki bola qilish xohlashmaydi. Ishlar aslida bu struktura bilan bog'liq deb hisoblayman. Unaqa emas. Chetdan turib gapirish oson. Agar bolalarni yomon ko'radigan bo'lganda, kelib shunday ko'chaga chiqingda, prosta aylanib ko'ring. Mana shu har bitta qadamda nechta bolalar o'ynaydigan plashatkalarni topasiz, joyini topasiz. Har bitta ishxonada bolalar uchun joylar ajratilgan. Har bitta sport klublarida, masalan, fitnessga borsangiz ham bolachalar ota-ona shug'ullanish uchun, bolalarga qarab turish uchun joylar ajratilgan. O'shaning uchun unaqa emas.